Ot insonning eng yaqin do'sti. U qo'lga o'rgatilgan ilk makon esa Turon o'lkasi. Ammo negadir buning ilmiy asoslari juda kam ochiqlanadi. Yaqinda Renessans kino uyida bo'lib o'tgan konferensiya bu borada muhim qadam bo'ldi. O'zbekiston Polo Federatsiyasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbirda Turonda otchilik tarixi mavzusida Fanlar akademiyasining Tarix instituti va yana boshqa qator ilmiy dargohlarning zabardast olimlari mavzuga oid jiddiy chiqishlar qilishdi. Ishonch.uz mazkur umummilliy yig'inda ishtirok etdi. Otchilik tarixiga bag'ishlangan shunday yirik anjumanni O'zbekistonda o'tkazilganligi ramziy ma'noga ega. Ot ilk qo'lga o'rgatilgan makonlardan biridir. Qo'lga o'rgatilish jarayoni juda uzoq davrni boshidan kechirgan. Bu birinchi otning ajdodlari o'zi Amerika qit'asida bundan 55 million yil oldin paydo bo'ladi. 4 million yillik bilan yakunlanadi. 4 million yillikda hozirgi zamonaviy otlarning ko'rinishidagi ilk ot turlari paydo bo'lgan. Bu jarayon 4 million yillikka borgan bo'lsa, uni qo'lga o'rgatilishgacha bo'lgan vaqt ham juda katta, ya'ni 6000-5000 yillikda birinchi marotaba otni qo'lga o'rgatishga harakatlar boshlangan. Bu jarayonni qanday kechganligi juda qiziqarli. Sababi bilamiz, bu vaqtgacha bo'lgan davrda insonlar boshqa hayvonlarni xonaklashtirgan. Masalan, qoramollar. Bu qoramollarni transport sifatida foydalanganligini ham bilamiz. O'zimizning hududlarda ham dalillar bor. Ya'ni masalan, ho'kizni transport sifatida foydalanganligi yoki Sibir hududlarida, boshqa hududlarda yak, zubr kabi hayvon chorva turlarini transport sifatida foydalanganligi dalillari bor. Yoki lamani transport sifatida foydalanganligini ham aytishimiz mumkin. Endi nima uchun ot ko'proq ustunlikka ega bo'ldi va keyingi insoniyat tarixida deyarli asosiy transport vositasiga aylandi. Ilk otning ajdodlari paydo bo'lish jarayonida bu 4700 miloddan avvalgi, miloddan oldingi 4700-4200 yillikda otda tabiiy seleksiya, tabiiy tanlanish jarayoni natijasida ilk zamonaviy otning ajdodlari shakllanadi. Shakllanishda ikkita muhim genning paydo bo'lishi ahamiyatli. Ya'ni birinchi gen otni umurtqa suyaklarini, oyoq suyaklarini mustahkam qila olgan. Ana shu gen bo'lsa, hayvonda yoki insonda ham shunday suyaklar baquvvat bo'lishi kuzatiladi. Otda xuddi shu genning paydo bo'lishi otni bardoshli, og'ir yuklarni ko'taruvchi, tez yugura oluvchi jonzotga aylantiradi. Endi ikkinchi genimiz otda bevosita miyasiga ta'sir qiladi, asab tizimiga. Bu gen asab tizimini nisbatan passivlashtirib, u xushfe'l, mehribon jonzotga aylangan. Hozirgi kunda ham dalillarda ko'ramiz, ya'ni deyarli bitta tur bo'lgan, masalan, ot bilan eshakni ko'radigan bo'lsak, eshakda xuddi shunaqa xususiyat, ya'ni otdagi bor mehribonlik, xushfe'llik jihati eshakda yo'q. O'zimizning xalqimiz o'rtasida o'tayotgan maqolimiz ham bor. Eshak yiqitsa tuyog'ini to'shaydi, ot yiqitsa yo'lini to'shaydi degan maqollar bor. Bu bejizga emas. Albatta, ilmiy asosi bor. Ya'ni otda xuddi shu genning paydo bo'lishi bizga otni insonlarga yaqinlashtirgan. Insonlar tushunib yetdiki, ot eng beozor jonzot. Masalan, shu qadimda otni dafn etish marosimlarini ham ko'rganmiz. Insonlar bilan birgalikda yoki alohida otlarni dafn etilganligini dalillari bor. Bu hammasi inson bilan dafn etilganligi insonning eng yaqin kishi, jangchining hayotini eng katta qismi, eng muhim quroli, eng muhim bo'lagi sifatida birgalikda dafn etgan holatlarni ko'ramiz. Albatta, jangchi o'lganda, hukmdorlar o'lganda, erkak kishi vafot etganda, chunki u davrda har bir erkakning o'zini oti bo'lgan degan maqol bo'lgan. Xonadonlarimiz otning taqasini osib qo'yish joylari, otning bir qismini hayotimizning bo'lagi sifatida ko'rsatishga harakat qilishlarimız, ya'ni o'sha miloddan avvalgi 4200, miloddan avvalgi 3600-3200 yillarda birinchi marotaba insonlar otni o'zini eng yaqin do'sti sifatida ko'ra boshlagan. Sintashta madaniyati vakillari davrida otga munosabat juda katta
o'zgarishlarga uchraydi. Sababi Sintashta madaniyati vakillari birinchi marotaba aravani spitsalik o'q atrofidagi spits ko'rinishidagi arava g'ildiragini ixtiro qilishadi. Bu g'ildirakning ustunlik jihati shunda ediki, avvalgi g'ildiraklar yaxlit bo'lganligi hisobiga, kichik bo'lganligi hisobiga, masalan, toshloq yo'llarda, notekis joylarda noqulayliklar tug'dirgan, qiyin bo'lgan chiqarish, yurish, yirik boyntay spitsali g'ildiraklar bunaqa katta kichikroq chuqurliklarni yoki toshloq joylarni bildirmagan. Bu narsa aravani tezkorligini ta'minlab berganligi hisobiga ularga jangda ustunlik bergan. Shuning uchun Andronov madaniyati vakillari deyarli dunyoning ko'p joyiga tarqaladi. Bu yog'i Hindistongacha, Harappa madaniyatlari hududlarigacha qo'shin tortib borganligi yoki o'sha Mesopotamiya madaniyati vakillari hududlarga qo'shin tortib borganligi dalillari bor. U yerni zabt etganligi, yengganligi dalillari bor. Bu bejizga emas, xuddi shunday mana shuni ixtirosi evaziga amalga oshirilgan. Hozir mana siz Sintashta madaniyati, Sintashta, Andronov madaniyati haqida gapirasiz. Ular hozirgi qaysi xalqlarning ajdodi desak? Ular hozirgi kunda Turon hududida yashaydigan barcha xalqlarning ajdodlari. Turon hududi hozirgi kunda oladigan bo'lsak, bu yog'i mana shu turkiy xalqlar yashaydigan hududlarni qamrab oladi. Boshqirdiston, Tataristondan boshlab O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston deyarli Yevrosiyoni katta qismini qamrab olgan turkiy hududlar, turkiy xalqlar yashaydigan hududlarda yashagan madaniyatlar va bu yerdagi hozirgi kundagi bu hududda yashaydigan insonlarning barchasini ajdodlari hisoblanadi. Bu kabi o'zbek millatining ham ilk ajdodlari deb ko'rsatishimiz mumkin. Shu uchun otchilik aynan Turonda paydo bo'lganligi va biz ularning bevosita vakillari ekanligimizni, avlodlari ekanligimizni baralla aytishimiz mumkin. Turonliklar ot tarixida 3 ta yirik muhim ixtironi amalga oshirgan. Birinchisi bu otni suvliq va jilovini yaratilishi bo'ladi. Ikkinchi ustunlik bu egarni yaratilish hisoblanadi va uchinchi ixtiromiz uzangi. Uzangini yaratilishi janglarda bemalol otning ustida turib jang qilish, hujum qilish imkoniyatlarini bergan. Yueji xalqlari yoki Kushon xalqlari bular barchasi juda katta hududlarda g'alabali yurishlarni amalga oshira olgan. Bularning barchasi bizni otchilik tarixida qanchalik muhim ahamiyat tutganligimizni ko'rsatib beradi deb